Sözlükte yukarı boğan filmlerini görmekçi ve düşürmekçi bolsanız, Şunqar sözlük film salonumuzga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Şunqar deyin. Kader! Kope! Oyagatımıza kun çıkış yatamsa. Kope. Dada. Koptun balam. Hey Nadir! Ne bo'ldi? Nadir! Hey Nadir! To'xtab tur. Men oldin kirib chiqay. To'xta. Oldin kirib chiqay. Hey baldırım. Oygatmagan bolsam o'rningga chiqib o'tamtingla. Aka, ko'nglimni ko'rdingizmi? Ko'rmadim. Hey, oya turmamdi. Yaxshi, rahmat. Nadir, navbatsan kelib chiq. Mana. Sal tuzkan bo'lib qopti. Nadir, ustaning ustini yig'ishtirayotgan tomoq yeymiz. Mana o'zi. Mana keldi. Hey, ana otam sen. Ustani yig'ishtirayotgan men tomoq yeymiz. Aka, tomoqni supini ustida deysakmi bo'ladi-ku? Supining ustida o'tirishga mening putim chidamaydi. Shamo to'la dasting, bo'pti. Deganing bo'yicha bo'lsin. Dada, tomoq yeviling. Ma'qul, hozir boray. Voy. Kebab. Dada, qani o'ltir. Nimandaq tuzli qo'rivatding? Nima, tuzliqmikan? Bu qandoq bu mumkin bo'lsin? Ishonmasang o'zing tetib baq. O'rindiqda o'tirishni uqmagan ekan. Supuq chiqib o'ltasan bo'lmamdi. Hey! Falokatligingdan o'ydik o'rindiqlarning hammani buzib etding. Bo'ldi. Doim ma'lum vaqt aytgansiz. Men sizlarni deb shunda qilyapman-ku. Men uchun tantarbiya komitetida tayyor tomoq bor. O'zinglar, xalqinglarni aytib berlar. Qandayroq bolam? Yana ag'riyotamda. Hech qisi yo'q dada. Dada, yordamni shirtini chaqni almashtirib olay. Dada, mana bu yakinolar cho'nqa bo'shidi ketdi. Bo'shidin ketdi? Bichara bolam. Yurakingizning yana qo'zg'alibdi-da. Nima qarab sizlar chaqan ko'tarmamsizlar? Tiz bo'linglar. Ne gapirsizlar? Supida yotqizmamdi. Nima ish qilyapsizlar? Doktorga qapamamsizlar? Ma'qul. Ne gapirsizlar? Motosiklet o'tirgizamdiq. Motosikletdan yili bo'lmasa, Mening qanday o'ltirdi? Kapsan bor. Tez mashina chaqirib kel. Mana. Biz bo'lar. Nima ish ko'tarib oldinglar? Oy dada, Sadir o'shiq keldi. Qara, Chaqan bol supida yotqiz. Kel. Asta. Sadir aka o'shiq ketdi-da. Bichara bolam.
Xeyli yaxshi bo'lib qoldingmi? Sizlarning bu nim qilganinglar. Men bir mushaqqatda bir ko'pli tishir tayyorlagandim, lekin sizlar yo'q qilyaptinglar. Ekrem ko'rib baqay. Bu yakinalar. Demek ya o. Qaranglar da. Nima yezibdi? Boytaqlar oilasi. Yadımız her yak, tünde yadımız oyrak. Hecet mudirik mi do bir hoyni tüt boyka. Hecet mudirik mi do bir öy, bir hoyni tüt boyka. Biz arayna amra Kökkallıydı bir arman Esyabi kutun tatlak Kökkallıydı bir arman Arman Oy esyabi kutun tatlak Todaxun usta. Hı. Yaxshi turdilimi xo'shnam? Tinchlikmi o? Hal so'rag'iningizga rahmat. Qadir. Avval ventilarni chingitib et. Ustam, Dimoch ustam ne ketdi? Ana o yada. Ustam, Keldingizmi? ustam, velosipedni texchi remont qilmabdi-ku. Qanqa, sal to'xtab turing, hozirla o'ngshaymiz. Ventlarni chingitmabsan-ku. Chapsan bo'l, kulishni kel. Qanqiz, torimiz yaxshi tutmaydi ekan, ha? Shundoq. Qadir, tiz bo'l. Ana. Men sana kulishni dedim, huddet. Ustam, tezroq yasab bergan bo'lsangiz. Aldirma. Pek aldirashishim batdi. Mana hozir tugaydi. Todaxun ustam. Ha? Todaxun ustam. Suv turbam buzilib qolgandi. Suv eqib faqat to'xtamayotdi. Men hozir boray. Men. Oy ustam, men velosipedni aka qo'ygan xeyli kun bo'ldi. Oldida menikini o'xshab asla. Kechiring xonqiz. Bu yoq bir tul ayol, hech qanday uylanchi yo'q. Men beribdi kelaman. To'xtab turing. Jiro. Tul xotun, mening uylanchigim bo'ldigan bo'lsa, siz qayerga kelib yolvoratdimmi? Sizning o eringiz yo'q ekanda. To'y qilmamsiz. Yaxshi bo'ldi. Men to'y qilmagan. O'tab bergan eri, qovurganni egmay. Qadir, qiz nim deydi? O qiz meni tozimo qomat kishi ekansiz deydi. Sizlarni deb qala deganda qildimi nima? O meni kuchlik buqqa o'xshayotgansiz deydi. Men texi qilayotgan o'xshaydi deb Yo'q, unda xish yo'q. Oy, Qadir, dadalari
Kuluşni basun degandi. Vay! Aliyama, bugün akşam qandaq olmasın, berişiniz gerek. Qadir akam onun çilish müsabaqasini ko'rishingizni bek qaplagan edi. Meni darvoza oldida saqlang, ma'qul. Hey, siz qaysi kuni Sadir akamga tanishtirmoqchi bo'lgan eri qiz bilan ko'rishdingizmi? Xotirjam bo'ling. Uning bilan ko'rishdim. Bugun Sadir akam bilan mushto'g'liq so'zlashiman. Ma'qul. Xo'shamsa. Bo'pti, endi shunday bo'lsin, xo'shamsa. Voy. Nima olatdingiz? Bosh yog'lig'idan birini olay dedim. Nechi pul? 10 koy. Ko'k rangdan birini beraman. Ma'qul. Men o'zingiz tanlayvering. Siz nima maqsadingiz? Do'konimizdan malto'liq xonimizni kirib tanlayvering, qani, kirib. Mushini olay. Ma'qul. Xo'shamsa. Nima olasiz? Pokistonning ipak raxtidan 3 metr olay. Mana bu Pokistonning ipak raxti, eli o'la. Mana yana Marvoyatdan 3 tiziq bering, yaxshisidan bo'lsin. Ma'qul. Qani, o'zingiz tanlayvering. Do'koningizdagi mollaringiz esilgan. O'zingizmi kelishgan yigitgansiz. Pulni topshirib eting xili. Nimaga aldiraysiz? Sodigar degan mard keladi-ku, sizni Mahira bo'ladi. Ishdan keyin sizni ziyorat qilg'ili kelaman. To'xtab turing Mahira. To'xtab turing. Gapimni anglang. To'xtab. Men sizga malni xato berib qo'yibdiman. Qappa xo'sh. Qalva. Sizdek bir xina uchrab qolganligimdan o'zimni pek musharrat his qilaman. O işte. Xo'sh. Kebaptan 30 lira. Mayada 30 lira. Yaxshi oldi. Sizlar u satanning chiroyiga diqqat qildinglarmi? Chiroyi qatirib ketdi. Hey, tavuk, bu yoqqa chiqing. Hikmat geldi. Kirma. Mana. Hikmat hadi ben hemen. Kiritler. Men bir şey qo'ygan. Mayaqqa. Nima? Yaxshi oldu. Ma'qul, kelishdik qamisa. Qashqar tarafdan xabar kelgan amal menga xabar qilib o'taman. Ma'qul emsa. Ey! Tavuk, bu yerni qilyapsa. Senmi tang? Men bugun alayta seni yo'qlab keldim, Qandiqroq. Ey, ma Erdo'cho tavasida bor-ku, birasini bozaq qilsa, mana menga-da, Qanda, unda animalning peliki suytma. Uqdingmi? Voy. Men ketdim, 5-kunchisi menga-da, Xo'sh. Bugun meni tozimi nas bastida.
degan gap. Sadir aka, deganlarimni unutib qolmang, a? Esingizda bo'lsin, u qizning ismi Xalida. Mana bu u qizning surati. Angladingizmi? U bugun kech soat 7 da Islom diniy instituti binosi oldida saqlamoqchi bo'lgan. Unutib qolmang, a? Men ketdim emsa. Xo'sh. Ey. Tuduka. Oy. Bu Sülümüt'le Mahmut Çaşkan ha? Yaxshimi sizlar, Tuduka. Qani ha, öy kireyli, öy kireyli. Mishada o'tasaqmi o'xshash. Yuqori chiqsizlar, chiqsizlar. Chiqsizlar. Mahmut Çaşkan, obdan tutulmu. Sizlar degan bizning aziz mehmonimiz. Bir ish bilan kelgan edim. Yo'ldan o'tgach kirib o'tay dedim. Obdan bo'pti. O'ylarimda cho'ng o'zgarish o'tibdi-ku. Toz to'nayolmay qolarkanman. Ancha emas, maqtiqchilik yo'q. Hey, havo bek isib ketdi. Azroq tavuz eyli. Tuduka, bu Asla. Yaqindan beri nima ishlar bilan shug'ullanyaptilar? pensiyaga chiqqandan beri uyda tikkuchilik qilyapman. Men mo 30 necha yil mashina haydabman. Oxiri pensiyaga chiqib oldim. Ishlab ko'nib qolibdi ekanman. Cho'ng rasidan bir remontxona ichib oldim. Bekor yurgicha bekor ishlar degan gap bor emasmi? Hay, bu ishlarni. Qani asla. Ay, birodar, chochlarining tushib ketganiga qaraganda oilada bir ko'ngilsizlik yuz berdi. Bu qandaq? Yana shu bolalarning g'imomamdi. O'zlariga ma'lum. Bolalarning onasining qazo qilib ketganiga mana 14 yil bo'lib qoldi. Bolalarni o'zim yolg'iz cho'ng qildim. Bu osonga to'xtamadi sizlar. Bolalarmi bir-birlab ishga o'rinlashdi. Balog'atga yetib qoldi. Ularning to'y ishi uchun oz pul xarjlamayman sizlar. O'zimni qo'shganda bu oilada 4 bo'ytoq bor. Haqlar bizni bo'ytoqlar oilasi deb oladi. Men qaraslar, hozir biror loyiq topmoq bek ters bo'lib ketdi. 3 o'g'limning birasini hozirgacha to'y qilolmayotdi emasmi? Hey, anlashimcha, haliqi bodek o'g'illari chelish daxili nom obdudek, bu rostmi, ha? Hey, birodar, o chelishdilar nom chiqarganning nimaga foydasi? O o'ziga biror loyiqmi topolmayotgan tursa. Cho'ng o'g'lim bu yil oliy maktabni bitirdi. Biroq u bekli yuvash. Ayatining kechkichi kitob ko'rishini biladi. Qizlar bilan berish kelishni qat'iy bilmaydi. 3-chi o'g'lim bo'lsa, akalarim o'yinib bo'lgandan keyin ondan bir gap bo'lar deb yuriydi. Menda nima amal bor deylar? O'y deganda biror ayol kishi bo'lmasa, yoshlarni biz qiyirlarga o'xshamaydi. G'am qilmaslar Tuduka. Ular o'ziga loyiq tepishganda ishq oldilariga o'zlari izlab kelishidi. Yaxshi, sizlar oldi bilan o'zlarini o'ylarsizlar. Meni o'yinma demoqchimisizlar? To'g'ri, uyda bir xotin kishi bo'lsa, bolalarni ochtamoqidan g'am qilmaydilar. Uning ustiga o'zlari yashinib qoldilar. O'zlariga bir jo'ri akvag'alar tuzuq deyman. Hay, qo'dislar. Bolalarim taqa o'ylanmay turib, xerjanimda men o'ylanib olsam, qo'lim qo'shnilar meni nima deb qoladi? Hay, bu bo'lmasmiki? Men chiqib qarab boqay, ha. Uy. Tamoqlar tayyor bo'ldi. Kirib yavaslar. Hey, tosh qoldi, sizlar otgan tosh mehmonning beshiga tekkili. Bayatin balla kapsizlik qilib tashatqa o'xshaydi. Qani, tavuz asla. Qani, asla. Qani, asla. Men endi qaytay, bu muzoyiliq bola otgan tosh. Mening beshimni yerib etmisin yana, ha? Xo'sh emisa. Hey, Nadir!
Ya Nadir! Ya Nadir to'xta, to'xta! Ya to'xtag'ina! Ne bo'ldi? Tushapka! Hey, ne görse? Uyga. Ha, yaxshi oldu. Ben mi uyga qaytardim? Sen tushib ket. Ha? Akamı birden saylı kılıp. Sen araqchi bo'psan. Motosiklet desang bo'lmaydi. Men seni uyingga olib qo'yay, bo'lamdi. Hey, motosiklet degende bizmi setib olaymiz Juma. Fakat bir ayını kesemlik oldu. Mening karomatimni bir ko'rib. Yo'q, bo'lmaydi. Vaqt tutib qo'ysa. Qandaq? Men ishonmayapman sen. Akan qarg'ay bo'ladi ekan. Men Erdo'cho degan yerda borgu. Seni hech kim bo'zaq qilmaydi. Ha? Ha, men haydiganimni bir ko'rib baqa. Faqat bu. Kela. Ha. Cho'lta. Ketdik. Ostra qayda? Ostra. Uy. Asta. Ostra qayda? Ostra qayda? Diqqat qil. Oldimda odam bor ekan. Ostra qayda? Ostra qayda? Adam baba! Motosikleti tutun. Adam baba! Odam bormi? Yanga birini bo'lmagansiz, ha? Rahmat bolam, rahmat sana. Lükçek, numus qilmaydigan. Bizga charchaq qilatamsa, bizning opangdek adam, lükçek. Nomussuz lükçek. Acha, bu ishni men qilmadim. Sen qilmading? Acha, motosikletni men haydamadim. Men haydamagan. O haydagandi. To'xtalayman. To'xtala, qaytib kel, to'xtala. Tez bo'linglar. Bana endi xo'p bo'ldimi? Keyin to'g'rilab keladi. Tez qochaylik, tez. Qara, nima qilib Tez bo'l. To'xta! To'xta! Nima bu? Neymiş kılavatsa? Kundak gel bu. Ben seni edin ondan beni kapısam. Bu düşecekler. Duruş. Vay, beni tukumdurup. Davut, bugun sen nim bo'lding, ha? Nim bo'pti men, ha? Sarani o'zi bo'psan-ku. Qandaq, motosikletda haydash mahoratim yo'qmi ekan, ha? Sen degan ufka, men degan aka. Güzel şehir, güzel keləcək, güzel. Siz Siz Sadir bulamsiz? shundoq, men Sadir bo'lman. Men Yaxshi. Undaqda men bilaman. Eng yeni, eng nadir, sizlikka yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar sizlik film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izlash nomi Shunqar deyin. men demoqchi bo'lganim men Sadir. Do'stim, chaqchaq qilmayotgansan. Sadir degan men bo'laman. Yo'q, men Yürü. Tazın qiziq odamga. Shu emasmi? O'tiring. Qani choy iching. Bo'ladi.
Tursun bir yerga chiqib ketdimi? Qaysi Tursun? Yo'lishingiz Tursunchu. Nima dedingiz? Men Tursunning savodishi bo'laman. Ismim Sodir. Qaramaydan yig'inga kelgan. Atigan uning telefon qilgandim. U agar men yo'q bo'lib qolsam, ayolim ishga oldi seni kutib oldi degandi. Ma'qul. Shunday bo'lsin. Konkurs ishlarini men bag'anda o'rlashtirayli. Kiring. Mudir. Qodir. Keling, o'tiring. Ma'qulamsa shunday bo'lsin. Xo'sh. O'tiring. Bugungi musobaqaga tayyorligingiz qanday? Chatoq yo'q. Bugun men sizni bir ish bilan chaqirtgandim. O'g'illikka Ko'ril oblasti bo'yicha chelish musobaqasi o'tkazilmoqchi. Sohibxon tarafning taklifi bo'yicha har qaysi mashq atratidan birdan tanargacha avatilmoqchi. Chelish atratidan sizni berishni qaror qildik. Ahatli yo'lga chiqing, qanday? Chatoq yo'q. Aliye. Bu yoqqa chiqing. Tez bo'ling. Nadir, men chiqibli kerak. Chiqib kira. Oy. Men qarang Aliye, chatoq bo'ldi. Yo'ldosh Qodir, bu qitim siz chempion bo'ldingiz. Ta'sirotingizni so'zlab berasiz. Ta'sirot. Kechiringlar, menda so'zgidek eshitimi yo'q. Yo'ldosh Qodir, tomoshabinlar sizning bundan keyingi orzuyingiz to'g'risida bir ikki og'iz gap qilib berishingizni umid qilyapti. Mening umidim va qiziqadiganim xotin edish. O'zimga sodiq bir jo'ri tepish. Agar siz mening o'sha orzuyimni amalga oshishiga yordam qila olgan bo'lsangiz, sizdan bakmo minnatdor bo'lgan bo'lardim. Rost gapni qilsam, biz ishni buzib qo'ydik. Sodir akam qarab turib, o'sal ahvolga tushib qoldi. Xolidam Sodirning o'zini afv qilishini umid qilyapti. Ahvoldan qaraganda Sodir akam menga Xolidamni hargiz izlamaydi. O'tinib qolay, uningga yana birini tanishtirib qo'ygan bo'lsa yaxshi bo'pti-ki. Qandaq? Yana birini tanishtiram deb. Undaq yaxshi qizni endi hargiz topolmaysizlar. Aliye, o'zingizga ma'lum, navoda Sodir akamni o'lib o'tmasak, biz umr bo'yi xotinsiz yuraveramiz. Mening boshqalar xotin tunishtirganga vaqtim yo'q. Shunday qilgan bo'lsangiz, bizning oyni aytvorliq mehmoni bo'lgan bo'ladingiz. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Xo'sh. Qodir, bag'rash gulga berib baqqanmi? Yo'q, bo'lmagan. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Bugun havo nega yaxshi, ha? Hey, yigitlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Jiringlar. Yuringlar, yuqori chiqib o'tiraylik. Hey, yigitlar. Bugungi bo'sh vaqtimizdan foydalanib, Bag'rash ko'lini bir sayli qilib kelsak, qandoq deysizlar? Yaxshi bo'ldi. Mening bir taklifim bordi. Qandoq taklif? Menga bir motosikletdan birini berib turgan bo'lsangiz, o'zim yolg'iz oylik kelgan bo'lsam. Chatoq yo'q. Ko'rdida motosiklet tepish degan oson gap, ha? Men birini tepib beray, ha?
Bana yeri, bana yeri. Vay can, vay. Adam bamu, adam bamu. Yo'las, Adam bamu. yo'las bu yoqqa kel. Endi o'g'irlar qilgan jaslik qilolmaydi. Ödünüp qilay xon qiz, ishtingizni tutib olgan bo'lsangiz. Sizni kim o'g'irlik qilsin debdi? Oy, men ishtim o'g'irlimidu? O'g'irlamadim deysiz-ku. Ayetki nima u? Bayida onun pulini qo'yib qo'ydim-ku. Xilmat o'g'irlik qilasiz. Meni to'la haqorat qilmasangiz, ha? Oy, qo'l qil yo'las, qo'l qil. Qapimay, kiyimimni ilayotgan bo'lsangiz xon qiz, kiyimimni ilayotgan bo'lsangiz. O'zingiz berib eling. U ishtingiz. Eling. Bo'pti, sizni kechirib aytay. Ismingiz nima? Nerdan keldingiz? Bu yerda nima ish qilib yuryapsiz? Qaramaqqimi? Faqat o'g'irga o'xshamaydi ekan. Shunda qizchaq, to'g'ri dedingiz. O'zingiz ismingiz kim bo'ladi? Fatima. Fatima, siz bilan tanishib qolganligimdan intayin qo'shalman. Ishtingizni qo'llayotgan bo'lsangiz. Bo'lmaydi. Men yot odamlar bilan so'zlashayotganda u mendan bir qadam ayrilmaydi. Agar boshqalar menga xavf yetkazmasa, u boshqalarga xavf yetkazmaydi. Siz qo'rqmang. Özümle tanıştırıp ötey. Mening ismim Qodir. Chelishdan harakatchisi. Balkim bu ismni siz mi anlagan bo'lishingiz mumkin. Faqat anglab baxmabdiman. Qaraganda siz gazet jurnal deganlarni o'qimayotgansizda. Albatta o'qiyman. Mening ish izlarim doim degidek gazet jurnallarda e'lon qilinib turdi. Har kuni degidek besilib turdi. Ko'mabdikanman. Men gazet jurnallardan faqat o'zimga yarg'anli maqolalarni tanlab o'qiyman. Mondaqdan siz o'rimchik berib baqqanmi? Yo'q. Voy,
Siz hakikaten kelishgan qiz kelsiz. Acaba siz Urumchiga berishni xohlamamsiz? U yer bakmi go'zal bir shahar. Qandaq barman? Rostli berish niyatingiz bo'lsa, mana men og'ish ketay. Gepining chiroyliligini Urumchiga beroylibla meni tonimas bo'lib olasiz? Yo'q, hargiz unda qilmayman. Men sizni jahondagi eng go'zal joylarga olib borib o'yintib kelaman. Ismingiz nima? Fatima. Rost aytaman Fatima. Siz agar Urumchiga borsangizlar shu chog'da men Qodirning jamiyatga nom obro'yimni tushungan bo'lardingiz. Mengacha nom ataqning keragi yo'q. Sizga nima kerak? Gap qilsangiz-chi. Mengacha qavul summatliq er kerak. Mana ko'rdingizmi? Mau qavul bilaklarni. Biz qizlarningcha sizlar erlanmaydigan amalimiz bor. Masalan, meni ishtiqtol etish shundaqmi? Ha? So'zalamsiz, beliq tutalamsiz. O degan qanchalik ishdi. So'zlish beliq tutish deganni kim bilmaydi? Odat kishilar u. Undaq bo'lsa yaxshi. Qiyiq ustidagi odamni ko'rdingizmi? Qiyiqni haydab berib, tornishini qaptirib bering. Meni da'vatamsiz. Odat kishida atatdingizmi? To'g'ri, odat kishilar. Menga bering. Eringlar. Adam baba! Dada! Dada bir suğa düşüp geldi! Dada! Kaldırın beni! Bir suğa düşüp geldi! İklas para! Kader! Kader! Sen de şu yere! Ulan akka, biz bu. Yürü. Hadi. Sen kosağını bas. Ben kutumu götüreyim. Seni yandırıyorsun. Yanmadım. Kosağını ben basay. Seni yandırıyorsun. O nereden keptiken? Urumchidan sayohatga ketdikan. Ha? U qanday qilib suv tushib ketdi? U menga qiyiq haydash degan odatga ishgandi. Kerak yo'q, yaxshi qoladi. Dada, o eshik keldi. Dada, biz mush yerda shuncha yillardan beri beliq tutib yuribdimiz, lekin azaldan bundoq cho'ngliqni tutib boqmabdimiz. Ben qaytay. Bugun kechdi bizning yig'ilishimiz bor. Men qaytay. Xo'shamsa. Hey, Qodir! Xo'sh. Qodir! Xo'sh. Qodir, to'xtab turing. Qodir! Qodir! Xayr xo'sh. Qodir!
Yaxshimisiz? Yaxshimisiz Aliye? Bu yerga kelib qolibsiz-ku. Men sizga xush xabar keldim. Men yana bir yangi nishonni bayqadim. Bo'ldi qiling Aliye. Qizlar ko'rsamla, yuragim og'zimga tiqilib qilib, qizlarga gaplanmay qoldi ekanman. Bugun siz bilan yuz ko'rishgan qizning ismi Turnusagul. Ishdan tushgandan keyin men o qizni boshlab kelaman. Bundaqda qanaq bo'la? Xijil bo'ldi nimasi bor? Oldida ko'rish boshqamamsizlar. Alsam o'tganda Rayhon bilan yuz ko'rishganda oran 2 soatda birga bo'libsiz. U sizga 3 turlik savol qo'ysa bir og'iz gap bilan javob beribsiz. O'g'il deganda undaqmi tatinchoq bo'lamdi? Bilaman. Qizlar bilan muhabbatlashganda o'g'illar tashabbuskor bo'lish kerak. Biroq men qizlarni ko'rsamla, buni kivasangiz bir umr xotin olamaysiz juma. O'g'il bal degan bag'u qizlarni ko'rsa tashabbuskor qilib bo'ladigan. Unda qizlarni ko'rsangiz beshingizni ishingizga tiqib olsangiz, qizlar sizni qandaqmi yarassin? Men rahmat. Apa, bunun qarang, quraq bo'ladi ekan-a? Senga yaraqli bo'ldi. Menga yaradi. Aliye. Bugün dam oldingizmi, ha? Yo'q, opamni doktorga bordim. Opangiz qani? Ikkimizni hijil bo'lib qolmisin deb qolgandi. Shundaqmi? Yo'q. Qani, buni yema. Ilim. Hey, Mushulukcha shu. sen bu ayolni tanımsan? Yo'q. Bu ishni men qilmagan. Ben bilmem. Bula, Aliye. Opa, qandaq gap? Opa, bu heliqni motosiklet minib bizni qo'lgan lükçe şu günü men uyga qaytib to'g'ri 4 kun o'rib yetib qoldim. O lükçe ko'p kunnizni tap tatmasdan oldimni to'sdi texi. Opa, nimadan deydigansiz? Ha, nima deysan? Siz har yili ilg'or o'qituvchi bo'lamsiz? Shundaq. Meni yaxshi ko'rsiz. Men kitobni yaxshi ko'raman. Bu oddiy bo'lgan. Turnimasiz bo'lamsiz? Ha? Meni qo'rqitdingiz. Kam. Çay iç. Oy. Ben qasdan unda qilmadim. Kechiring. Men surtib ketay. Bo'ldi. Qo'lingiz doim titradi. Yo'q, hayotdan boshlabla mushundaq titraydigan bo'lib qoldi. Doktor ko'rinib baxsangiz o'g'ri. Öybek issiqqana. Rahmat deysiz. Derisni ichmas qandaq. Haqma. Oy can. Oy. Kim bo'ldi? Rahmat. Bu o'rindiq. Men berib derizni ichib. Qizg'in, tashabbuskor bo'lib. Qani. Tatınma. Elim. Tatınma. Elim. Adından yeriz, çataq mı neydi? Tatınma değil mi? Elim. Tamam. Ben yaxshi qaytay. Hey.
Hey, Tudağın ustam. Ne kılıvasızlar? Mashinani savatıma. Ben bayrakta saksan hatırını nereden çıkansa akirip gitip atkalım. Bir hal. Qachon dedin? Tek yedirakta. Rasmi? İşendinsiniz. Özünüz bir kahve. Bu vazifa sizlarning mi? Azroq ishim chiqib qoldi. Uni ishlasam bo'pti-ku, bo'lamda. Aka, ben sen bu. Men bu mashina egisi Sayman lazım bo'lib qoldi. Bapta. Tezroq qayla. Kelasiz, ha? Rahmat uka. Qo'shdi. To'g'ri. Tizjak. Qani, ichaylik. Qani. Hey, tağa. Siz bir iş olmagandır. 小兄弟，谢谢了，不客气，不客气。哎，小兄弟，能不能再帮个忙，把自行车从水里捞出来？我们要到库车去，在这儿搭便车，这个忙我们帮不了了啊。小兄弟，如果你们帮忙的话，我的车就在那儿，只要你们把我的自行车从水里捞出来，我会让你们搭便车的。那好吧，我们就给你帮这个忙。谢谢了，兄弟啊，谢谢。小心点儿，慢小心点儿啊！轻点儿，那车可是我借的。哎呀，没事儿。老师傅接着。哎呀，好。谢谢，太谢谢了。哎，老师傅啊，您的汽车呢？就在那边2个年轻人喝酒的背后啊。好，去吧，我马上回来。这下行了，不用求人了，这个忙帮的值得。哎，停下！你师傅哪儿去了？哪个师傅？就是那个老师傅。什么老师傅、小师傅的？就那个老师傅嘛！你过一会儿，快去，不许拉车！你这个人，你们都给我下来！你接着。是老师傅。什么老师傅、小师傅的？太不像话了！快点下来，听见没有？干嘛看个小样？哎呀，老师傅哪都不上就上。告诉你们，再不下来，送你们到交通警上去！下去！交通警？哎呀，大哥，抓紧车厢啊！我搞的。哎呦！你们俩怎么下去了？哎呦！塞着没有？我叫你们给我下去！你给我下来！干什么你？你干什么你？不是我，我今天谁也不能摔我呀你！啊？干什么你啊？来了，他要打人，看看吧，就是他。哎呀，情况就是这样。自行车的号码是多少？4201。再见，再见，再见，谢谢了，谢谢了，别客气。不管怎么说，进派出所名声总不好听，别人听了会怎么想？那怕什么？事情不都讲清楚了吗？别人可不这么想。今后啊，你少跟这种人来往。马上跟我回家去。站住！跟我们走吧。上哪儿？去派出所。走吧。纳德尔，你又闯什么祸了？我。Sadir balam. Dadilleri. Nim boptu? Dadilleri o. Dadam nim boptu? Dadilleri o. Oy dadam nim boptu? Oy Kadir balam. Keldilimi?
Dadalarını nenden sakçıkan Nima chiqo? Tez bolsunlar. Voy, nima qilganda? Mana. Biz ketdik qamisa. Rabia aka uy qarab qo'yasiz. Hey, astaraq men. Nima shiq ketganlar? Yo'ldosh, men bu kitoblarni oriyatga olgan. Qaytib keldingizmi dada? Ha, qaytib keldim. Hey, sen nima ish qilmamiding? Nega? Salih axunning to'yiga-chi o. O, abba, unutib qolibman emasmi? Ikki akang u yerda qarishayotgan yerim kun bo'ldi. Hech bo'lmaganda sen berib ko'rinib qo'ygin. Tushdagi muhim bir sod ishim bor-da, men kechqurun qarab baqay. Qara seni. Shunchalik muhim ishmi-di u? O'rimchidagi birdan bir tuxunimiz bo'lsa, sen bormasan bo'lmaydi. Kechiring dada, men rostlik o to'yga boramayman. Bugun bu fursat men uchun oltindan qimmat tursa, men qanday boraman? Hey, ne ko'rsa? To'xta deyman. Kechiring dada, xo'shamsa. Hey balam, sen pulni deb tuqqanlarimni kechib ketsan bo'lmaydi. Sen bilamsan, men bu yashinda seni deb saqchixonamga kirib chiqqan tursam. Hey, bu ballarimiz. Oy, Rabixan, siz bittiniz. Qani, ishga kiring. O'sha yerda o'tir. Qanamisa, o'tiring. Kiyimlarini yuyib quritib qo'ygan. Sizni avvar qilibman. Xijil bo'lib o'taman. Chiroylarga nima bo'ldi? Bo'lakchiligi. Xalqlarning to'y qilganini ko'rib, ko'nglim bo'lakchil bo'lib ketibdi. Tudaxon, nima bo'ldi sizlarga? Menimcha, ikkimizning to'y ishinimi? Davatgan gapini. Sizlarchi oldida shu atvolik uch o'g'illarni o'ylab bo'lib andindisizlar. Ey Rabixan, men oldin boshlamchi bo'lib beraymikin deyman. Shunda qilsam, u uch so'ltak yurakliroq bo'lamikin deyman. Qayerlar? Abiya qiz. Ko'zlari to'rilishib qoldimi, meni qizlar o'xshatdilar-ku. Yana birdan o'ltirsinchi. Taqmaydigan. Siz hozirmi kutubxonada ishlayapsiz? Shundoq. Men. Ay, to'xtang. Men kutubxonada ishlayman. Siz ariyat olgan kitoblarni qaytirib olg'ili keldim. Men o kitoblarning netisini uyda unutib qolib ekanman. O'tiring. Siz jami 4 tane kitap ariyat qilibsiz. Shundoq. 2 kunga qolmay qaytirib berishingiz kerak. Ma'qul. Hey. O'zi qo'pol bo'g'ini bilan xeyli qamlashgan qiz ekan, ha? Bilaman, siz mendan yilimi xafa bo'lyapsiz. Ikkimiz buni yuz ko'rishib baxmaganligimiz uchun men boshqa birisini sizga o'xshatib qilib, uqishmasdan uyga boshlab qo'yibdiman. Mening kasobatimdan siz bir qatam haqorat qilindingiz. Ammo men sizning bilimlikam, aniq bir yosh ekanligingizga ishonaman. Ikkimizning bundan keyingi munosabatimizning mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, men sizning meni afv qilganligingizga ishonaman. Xolida. Chiroyli qilasiz, Ko'rib baqaylik-chi.
voy ajab chiroylikan go ko'rib boqay nimandaq chiroyliq nadan oldinglar Dönkörekdeki Nadir ismli bir ticaretçi bizga o'tinib berdi metr qanchakan arzon elib oldik ajab talyanlar keldi u o'zim chiroyliq bo'lg'ashqa Nadir arzonli beribdi o'zini kirishgan yigitgan sizlarmi ochiq yo'riq bo'lg'ashqa og'ansizlar ajab talyanlar ketdi rahmat chiroyliqkan talaylikchimi bu Bey, Aliyama, ben Nadir. Bey, bey. Gez kırma, gezet. Gel, sen çıkıp sakıra. Dünyadaki gezlerden hemmisini kökü götürüp atıdı. Bu shunday qo'laveradigan bo'lsa, oxiri buning qizini birini tanishtiramda deke. Çokumuz satımen çokumuz. Çokumuzdan birini verin ha. Hey, Fukam. Sen ma binada o'tirdigan Aliya edeshni tanımsan ha? Tanıyman. 3-cü qavatda o'ltirdi. Ondaq bo'lsa bago, sen mush xatni o'z qo'ling bilan shu edeshga yetkazbagin ha? Ma'qul. Boshqasiga herkes beğenmeyeceğim o. Sen qaytib chiqqandek Eng kini eng nadir suzukli yuqori bo'lgan filmlarni ko'rmoqchi va tushirmoqchi bo'lsangiz, Shunqar suzuk film salonimizga qadam tashrif qiling. Salon izdashnomi Shunqar deyin. Hey balam, sen Tudaxun'un oğluğu değil mi? Ha? O'zingiz. Sen beni tanımaysan. Sen Tudaxun'un 3-cü oğluğu değil mi? Men Nadir bo'laman taqa. Ben dadağının ağaynisi. Uqdun mu? Uqdim. Ben dadağının yakın ağaynisi. Sen beni tanımaysan. Sen küçük vaxtında ben sana oyuncak ve kempitlerini öpürdiğen Tağa Mahmut oldu ben. Oo, Mahmut taqa siz bo'ladi ekansiz da. Bu yerda nima ish qilyapsan? Birsini saqlayotgan. Uy kirib ket. Mana mu şu. Qani. Qani o'tira. Tatılma ha. O'tira. Men kirib chiqay. Opsi. Ey opsi. Tatılmay azadi o'tirayman. Hey opsi. Oy, Mana avvalma. O'tirgin ha. O'tira. Bo'ladi. Men chiqib kiray. Bu. Nima shub ketdi? Boşanıza. Badan topam dışında, söyle yarım kışımda. Badan topam dışında, söyle yarım kışımda. Söyle yarım kışımda. Sen nima deb jo'ylayapsan? Dada, beni pişirip koygandım, hep çıkay ya.
Hey. Mana geldi. Qani ya. Hey, bugün sana nima bo'ldi? Yine naqsh etsan, yine sakrab yursan go. Dada, ishdan sirtqa o'yin tayyorlab atqandik. Shunga mashq qilyapman. Qani, ag'ash o'tir. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ey kiraylar. Qani, uy kiring. Sadir aka. Mobiliqni ishqinglar tetib boqamsizlar. Bo'ldi. Rahmat, bo'ldi. Dada, Sadir akam qachaladim bu qizol bilan tanishib qoldi. O'zin so'ramamsa. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Men bana. Hey, tomoq yeb qayting. Bo'ldi. Hey jigit, tomoq yepamamsiz. Rahmat. Rahmat. Bu beliq rostla o'xshabdi. Aka, ko'rliq berib, bek sabrib ketibsan-ku. Sana pul bergini bilan bana qomat berdi. Qomat. Dada, dasturxoningiz mol bo'lsin. Men sizga atar 2 kilo tomir kafe olib keldim. Siz xafa bo'lmang, ha? Men Sali akamning to'yiga boramaganligim uchun undan afv so'radim, u meni kechirib etdi. Shu keli topgan pulimga men akamga tap motosiklet olib keldim. Shundaqmi? Qani ko'rib beqa. Endi yaxshi bo'ldi. Hammanglarning birdan motosiklet bor bo'ldi. Hey, akam qani? Hey, Sadir akam-ku. Kiringlar baldirim, kiringlar. Qani, uy kiringlar. Yaxshimisizlar? Uy kiringlar. Ay, dada, nima qarayapsiz? Motosiklet qarayapman. Tatınmay elim. Tatınmayman. Ruskin. Bu nima kitob? Roski. Qandaq ma'no? Rosti kitob, Roscha. Bu kitobni o'qib tushuna olamsiz? Ba'zida lug'atni oqtirib yurib o'qib ketaman. İngliz tilida mushtaq so'z bo'ladigan. To'g'ri. Yezilishi bilan o'qilishi o'xshamaydi. Stro degan bu so'z rus tilida tarix va hikoya degan ma'noda, balki ingliz tilida bir-biriga o'xshamaydigan lug'at ma'noda. İngliz tili, fransuz tili, rus tilida bunda ko'chma hodislar intayin umumlashgan. Men sizdan tanishishdan burun siz yozgan she'rlarni o'qigan. Rostimni essam, siz yozgan she'rlarni pek yaxshi ko'raman. Siz yozgan rengarang dunyo va Tangri tig'i degan bu ikki she'ringizni yodlab oldim. Qaltis yaxshi yozilgan she'rga. Men sizning tunji sodiq o'qirmanlaringizdan bo'lishni xohlayman. Sadir, nima bo'ldingiz? O'ylamabdiman. Dunyoda mening she'rlarimni yoqtirib o'qiydigan qizlar bor ekan. Sadir, atkashda meni yotiqimga bering. Kutubxonada yotoq bo'lmag'achqa, hozircha Islom institutidagi do'stlarimning yotig'ida yetyapman. Siz meni xato tunib qolmagansiz. Yo'q, bu qatim hargiz xato tunib qolmayman.
Nadir, hoş emsen. Vaktimiz bol sizin berip turar, Nadir. Polodor, men mi boraman? Hoş emsen. Hoş buldum. Rastı möcize, möcize. Dastıkan sanmamsız Rabia. Nima, qo'saqlari echibdi-da? Ay. Vallahi bunu bana ağaç keptiken, sizge sıkınıp ağaç geldim. Bunun da mı tetip pekken? Oy, rahmat. Çay demlep beray, ya. Bo'ldi, avar olma. Demlep beray. Ma'qul. Odat qizlarni ko'zi qizirib ketadigan sodir, qizlarni uyga akirgidek bo'pti-da. Onun mening o'g'lim ekanligini unutib qolmasligingiz kerak. Voy, Qodirmi sizlarning o'g'illari-ku? Hay, uning gapini qilmang. U men qiyirchilikim bo'lamidi? Qandaq bo'lsa bo'ladi? Mening o bodak o'g'lim uyda o'qtatib o'ltirdi. Men bo'lsam bu yerda muhabbatlashib, ko'ngil ichib o'ltiraman emasmi? O o'g'lim menchilikmi bo'lamidi? O'g'illari haraqni chiqishib qo'ydimi? Bo'ldi, bu gapni qilishmaydi. Menga yaxshi tutun bir nelasizlar. Nima dedilar? Voy, mening belim og'rib ketib bordi. Biroz orom edi ular, ha? Voy, kech kirib qoldi. Uylari kirib aramasizlar, ha? Yana bir qitim soqchiga kirib chiqilar bormi-ya? Bo'lsinlar. Qo'psizlar. Uylarga kirib aramasizlar, ha? Ayollarning hilasi so'lijimi? Bo'ladi. Men hozirlik aytay, ha? Ma'qul. Mana deb. Bundan keyin men hargiz aslimislar. Ha? Men ketdim. Dadam, akam, inim, hammasının layığı var. Mendek bir çelişmayırla tenha kaldı. Qadir, zihnini bir yer yığ. Bugün sana ne oldu?
Nemish qarshi tarafning putini bo'sh tutsa degan gaplarimni esingdimi? İnkasını tez qil. Qarshi tarafga hargiz rahim qilma. Bular chaqa bu. Tashqi. Ha, yaxshi. 10 minut aramayinglar. Hey, kelinglar. Eng yangi xabar. Urumchi loyiq tunishtirish o'rni bu yil eng zo'r natijalarga erishdi. Navbatda yana bir qancha loyiq tunishtirish o'rni g'alabalik qurildi. Ko'rdinglarmi? Ha? Qodir, sen mushaga bosan bo'lmamdi? Ha? Hey, ular sen uchun xizmat qiladi. Mushaga bosan, sen yaxshi xotinlarni topa olaysan, ha? Og'zingni shum. Hey, sen meni Qodir topamaysan, ko'radim sen, ha? Qo'ydinglar-ku. Sen meni to'la haqoratlama. Og'zingni choq etib gap qil, uqdingmi? Ha? Hey, Qodir, meni kechirgin. Buncha yo'la qopib ketishini o'ylamabdiman. Har qaysondan bundan boshqa choqchiqmi yo'qmi, ha? Hey, Qodir. Nemish bo'ldi? Birisi motosiklet bilan urib yetib qochib ketibdi. Mahmud aka. Siz qarab turing, men mashina chaqirib kelay. Mashina to'xtating. Asta. Mashina to'xtating. Nima bo'ldi? Shoprosdan biz yaralangan-da, doktorxona olib chiqmagan bo'lsangiz. Ma'qul. Ha, yo'lni bo'shtinglar. Kiraylar. Avaylan. Ay. Oy dadısı, senin imandaq baxtsiz, gözlerini içip bana bir qarısıcı. Ensirme, terlik emas. Onu biraz tinish qo'yinglar. Bu zat neymiş? Motosiklet mingan bir yigit uni so'qib yetibdi. Ölgürlükcek. Buraya burnundan. Sen neymiş ki bunda kılısan? Bizden aile bilen neymiş ki xeyirsen? Ya gipimni olsunum şu. Zaten neymiş ki xeyirsen? Asta. Ha? Tapaka. Sen neymiş ki bizden xeyirsen kılısan? Ölgür. Oldu kızım. Ölgürlükcek. Yo'ldishingizni boshqalar so'qib etgan. Bu yigit yordamlashib, yo'ldishingizni doktorxonaga olib ketdi. Nima? Ay. Qarasınız bodekni. Bunu özü yağzatırıp harakçıp ketkendi. Yaqtirib qalgan bo'lsang, salqinishtirib qo'yaymi? U hiliqi chilish mayri qadir bo'ladi. U chilish mayri xuddi iyik o'xshashda tasdiqkan. U cho'qini seni yaqtirib qalgan gap. Qaratavatgan gapingni. Marhamat. Dans o'ynagan bo'lsa. O'zimizni bo'sh chaqlamanglar. Shundaqmi? U ilgari usul chikandiq. Sizlar ishonmaysizlar? Ishonmaymiz. Qadaqmi usulchi bo'lasizlar? Shundaymi, na? Shundaymi? Hey, qaranglar, biz taraf qarab kelyapti. Juringlar.
Merhamet. Nasıl osallaştı ha? Sizler quruq shon sharafkansizlar. Sizlarga hech qanday qiz bola qiziqmaydi ekan. Endi sizlarning nima kerakinglar? Stansimizden Elican xabar qiladi. Yaqinda Kucha nahisida eg'ir kelkin ofat yuz berdi. Shahrimizdagi har qaysi idoralar va har qaysi emgak namunchilari yordamga bordi. Yakki tijoratchi Nadir Kucha nahilik Bo'ston boshlang'ich maktabining sinflarini kelkin vayron qilayotganligini anglab 6000 yuan iyon qildi. Yo'ldosh Nadir, Bo'ston boshlang'ich maktabiga 6000 yuan naqd pul iyon qilganingizning sababi nima? Mandaq. Men Bo'ston boshlang'ich maktabininki kelkin ofatiga uchraganligini anglab, bakmo bearam bo'ldim. Men kichigimda yaxshi o'qiganman. Tijorat bilan shug'ullangandan keyin o'zimning savirimning naiti tuvan ekanligini his qildim. Navbatda o'smirlarning bilim egallashi eng muhim masala. Shunga men bu xabarni anglab, maktabga pul iyon qilishni o'yladim. Pul iyon qilishdan burun ideyarimda sal-pal davolg'ush paydo bo'ldi. Men burildi sana. Uningdan kechirim so'radigandim-ku, lekin sen faqatla anglamading. Endi ko'rgansan, Tudaxun bolalarni qandoq tarbiyalabdi, lekin sen-chu nurg'un kechuvsiz ishlarni qilding. Agar seni deganingdek bo'lsa, ofat yuz bergan o'ringa nurg'un pul iyon qilamdi. Afsus, to'lima, afsus. Odamning ichi serildi danga. Nemishqa? Nemishqa odamsiz? Albatta shu 6000 qo'yg'ida. Nimalarni deb yuriydigan sen? Biz boldurroq qo'limizni ishlatgan bo'lsak, shu 6000 qo'yning oshqichi qizimizning qo'lda bo'lgan bo'ladi. Hey, hamoqat xotin. Sen qalayimqon xiyolot bo'lmay, haqqa qandoq yuz kelishni o'ylash qiyin. Dada, Nadir 6000 qo'y to'g'irliq. Siz bilan paranglashganmidi? Menga degan. Shu 6000 qo'y pul bo'lgan bo'lsa, Sadirning to'y ishini-mi hal qilib olgan bo'lardik. Qandoq dedim dada? Ay, ishdan sirtqa o'yin qo'ydigan ishinglar qandoq bo'lib ketdi? Tamomlandi. Onundan yaxshi asarlarni tanlab chiqib, musobaqaga qatnashtirmoqchi bo'ldi. Onundan mening bu numarimni tanlab oldi. Rasma? Ras. At biletin birini akilay, bir ko'rib keladi. Ma'qul. Qadir, mumkin bo'lsa, bir ishkil xushbag'ach kerak. Bo'ladi.
Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga qayerda? Ha? Mana bu yerda. Ya'ni 2 nomerdan keyin navbat sizga keladi. Obdan tayyorlik qiling, ha? Ma'qul. Voy. Ahmadjon, nima bo'ldingiz? Pashtoqdan chiqcha putim qorilib ketdi. Astag'firullah. Korni vakillar uyiga. Korni vakillar uyiga navbat sizlarga keldi. Maydonga chiqinglar. Ahmadjonning puti qayrilib ketibdi ekan. Faqat menga olmayotdi. Nima? Faqat amal qilib bo'lmamda. Bo'lmaydi. Bak og'rib ketyapti. Astag'firullah. Nomerni almashtirsa, qalaymi qanchalik bo'lmadi. Sizlarni qanday nomerdi? Qo'sh kishilik lapar o'rinlaydik. Faqat amal qilib bo'lmadi. Hey, men sizlarga yaxshi bir yordam istab beray bo'lamda. Qayerda? Hepsi qanda? Tez, chopsan. Ha, chiroyli bo'l. Sen günümünü juyutsan o. Neymiş Fatih? Mühim bir iş var. Şöyle, siz böyle. Böyle. Hoşam sen. Qandaqroq? 5 minut ciddiy olamsan. Yo'q, ciddiy olmayman. Bak og'ribyapti. Bo'ldi, hisob yordam qilgin. Sen o'ynayalasan, sen uning ustiga o'ynab tur. Tayyorligim bo'lmasa, men qanday o'ynayalayman? Uning ustiga o'qisam so'ramasan. Bo'ldi qila. Sen o'ynayalasan. Qadir. Fatima. Mening yuzimni qilib bo'lsimi ma'quldami? Aslida hamkorlashadigan qiz sizmidingiz? Bo'ladi. Kiyimni olib keling. Chapsan bo'lar. Tez kiyimni seling. Voy. Tövendeki nomer qo'sh kishilik usul. Uchrashish. Baynig'ulun Mo'ng'ul Abnom oblastidan Fatima, tantarbiya komiteti, ishdan sirtqi o'makdan Qadir qatorliqlar o'rinlaydi. Qadirning nomeri tex tugmabdi-da. Qaraganda yangi nomer bor o'xshaydi. Bu kiyim kichik kelib qoldi. Bundaq sahnaga chiqsam qandoq bo'ladi? Bo'lmaydi. Adigina. Nahayt qisqardi bo'ladi. Chiqa. Bo'la. Bundaq chiqsam qandoq bo'ladi? Qodir, qara, parda ochilib ketdi. Men To'g'ri qildi. Nimada qamlash bilan kim kiyib oldi u? Qarang olmayapti. Artist degancha oshundoq kiyinadi. Hayron qolmang. Jiddiylashmang, g'ayratli bo'ling. Bir qiz bordi. Men uni intayin yaxshi ko'rib qoldim. Uning uchun sarang bo'lib qolay dedim. Hatto kiyimimni qanday kiyishni unutilib qoldim. Mana bu inimning kiyimini kiyib keldim. Agarda Fatimani topolmasam, Rasululloh ilishib qoladigan o'xshayman. Uni sizlar ko'rganmi? Sizlar uni uchratmasalar, soatli tonimaysizlar. Fatima! Hey Fatima! Hey, qaranglar, u boshib etdi. Hey Fatima! Qaranglar, Fatima men qarab kelyapti. Hey Fatima! Sırışmanda men siz bilen köl boyda idim. Nefsim kıldı cemaliniz ay mekin dedim. Meni sizni kuncha ko'rib, qurqanimdan abdingizdan davrimizda ro'noq topqanmiz. Mekin dedim. Nima dediniz? Baymikin dedim. Manda da gel kol, yumurta orman. Ben sizni yana sürsem daydığa.
Bundan beri arzuyum şu kalbimde gülhan Hüsnünüzni yana bir ret görsem deydigan Mana qayta uchrashsak, mana endi uchrashsak, ayting Amerikasi sana manga deydigan. Bommandıgan Siz bilen toy kısam deydigan Gapni mushuna qilamdan Oy, Dərslimdə sal qorxdum. Keyin sizni ko'rgandan keyin jon kirdi. Qandaq, men bulam dikanman. Bak yaxshi o'yindingiz. Menga cho'ng yordam qildingiz jimi? Hay, bu qanchalik ishdi? Kunlar texi uzun. Keyin meni texmi yaxshi tushunib qolasiz. Nima degan go'zal. Uyingizga iliq ishtibami? Ba. Basam u meni yana tishlami? Bilmayman. U meni budaqitim basam cho'qim tishlamaydi. Hatingizdan bak eshib ketsangiz tishlab oladi. Siz menga Urumchiga borsangiz eng manzarali joylarga apirib o'ynab kelman degandingiz. Shundoq. Atrim boshlab siz uchun xizmat qilishga tayyorman. Xolsangiz narsan degandek yerlarga apirib o'ynab akilaman. Rasma? Bek yaxshi oldi. Ay, tuz qilib nemish qilasiz? Xayr, xo'sh. Men bugungi bu go'zal kechani menga unutib qolmayman. Texi boldirg'u. Nimaga oldiraysiz? Kech kirib ketdi. Qaytmasam bo'lmaydi. Mo'shundoqlik ketib qolamsiz. Xayr, xo'sh. Hey! Fatima! Hay! Qani asla ha. Asla ha. Tatmay bavzur o'tdi asla ha. Qani. Adam, evet mislirmi? Biz o'zimiz keliverdik. Ay, men sizning keldiganliklarini anlab, bu yoqni mu ekilib oldim. Urdaka, xapomisla. Nadirni tunumg'anlikdan mushundaq uqishmaslik kelib chiqdi. Appu so'rayman. Kerak yo'q. Hammamiz o'z odam emasmi, ha? Nadirmi kelib qoldi. Qani elama. Ay, Nadir, kelib mehmonlarga salom bergin. Hey, bu balınıza Nero'sunun adışıp kaldım değil mi? Hiç kısı yok. Yapkın mı açıkçası bakın? Nero'sunun adışıp kalmadı. Fakat bu hemrayından korkmadı da. Baldı. İşte ailenin işi moşundak bitemese. Kakan işler ballarına işip kaldı. Qodir hajab chiqmaydi-ku. Sizga yeydig'i bir narsa tayyorlayapti-da, ha? Neydeydigansiz? Kader, Ha? ne varsılar? Bu dükülük çıkıp oynap gelmekçi. Veriver. Dada, boğuz kileleriniz teşini saklap duradı. Çıkıp olanı körüp bakmamsınız. Gördüğün fırsat yok. Sen veriver gel. Bana. Baladı. Qodir, yedamesi ile oldu mu? Eli oldu. Mağaylı. Mağaylı. Mağaylı.
Mahmut hemşire! Kim oturun ha? Kim oturun ha? Mahmut! Eng yeni, eng nadir, sözlükte yukarı boğan filmlerini görmekçi ve düşürmekçi bolsanız, Şunqar sözlük film salonumuzga qadam teşrif kılang. Salon Rabia izleşnami kız. Şunqar deyin. Hechmi, o'g'illarning hammasi loyiq tepibdi-da. Shundoq. O'g'illarimning hammasi ko'ngildagi mashqlari bilan xo'shal-xo'ram o'ynag'ili men işte. Endi bo'ytaqlar oilasi degan bu qalpoqni cho'ri etibsizlar-da. Endi o'zlarichi? Mana oldinda turmamdi. Bizmi ularga o'xshash she'rni o'tkazimiz tehi. To'lib atmısılar, karomatlari bo'lsa, balalarga o'xshash xo'shal-xo'ram o'ynamamlar. Hey. To'g'ri deysiz. Bizmi bir yerga berib o'ynab kelmaydimi? Biz? Ha? Balalarning hammasi bo'ldi-kuliga o'ynab ketdi. Biz nansang chiqib o'ynab kiraylik. Hay, qo'ysizlar, shuncha yosh kirib qolganda sat turmamdi. Hey, siz burun nansang chiqib baqqanmi? Yo'q. Anda qo'sa, chapsan tayyor bo'ling. Rost boramdoq? Rost bor emas. Muhabbat degan ajoyib narsa. Mana bu haqiqiy muhabbat. Suluq chiqash o'tiringlar. Qani. Qadir, musiqiletni bek tez haydaydi ekansiz. Meni bak qo'rqitibman, ben qo'rqib ketdim. Shundaqmi yaxshi Bu bo'ldi. yaxshi bo'ldi ekan-a? Shundaqmi bo'ladi Bu ya xili bo'ladi ekan-a? Qani, o'tir. Hey, Nade. Hey. Hey, Davud. Yaxshimisa? Bu yer nima qilyapsan? Bog'da ko'liga boradigan yo'lni kalkin olib ketibdi. Qaytib keldi. Chadaq bo'ldi. Endi qanday qilamiz? Hey. Bu shunda quruq o'tiramdiq. Hey, kichki. Safarga chiqqan ekanmiz. Endi narsanga boraylik. Narsanga berishimiz ko'tiraylik. Qandaq, bu yer güzelmikan? Bek güzelken. Aldığımızda tek bunun mu güzel yerler ba? Sizningcha bu yer havoliqmikan? Havoliqkan. Bek havoliqkan. Qani, keling biroz orom olaylik. Hey, boshqa yerga boraylik. Man qaraslar, tanish odamga uchrab qolsak, sat bo'ladi. Xoliroq joyga boraylik. Qandoq deding? Ma'qul emisa, xoliroq joyga boraylik. To'xtab deyman. To'xtab. Astaroq yuguray. To'xtab. Men yetişemaysiz. To'xtab. Yetişemaysiz dedim-ku. Aliya, atrof qarama, nima degan chiroyli. Tezroq bo'laylik.
Biz hemmini kichki. Hem baldır tanışkan. Şuna keşke tamakni işkimiz tayyorlayli. Menimcha ular yaxshiroq. Obdan bir parangiz olsun. Men sizni jim turing, rasm tatolay. Bu rasmni aytdi, obdan chiqadi. Hey. Ney var siz? Ularni men o'g'irliqcha bir parcha rasmni tatolay. To'xtang. Unda qilsangiz qanday bo'ladi? Ularni birdan yolg'iz qo'ying. Baş üstüge qadrli xenim. Nima degan manzaralik joy bu? Umrimda bunday go'zal joyni faqat ko'rib boqmabdiman. Mendek chempion bilan mansınız xili joylarni ko'rsiz tıxi. Yana poytawatsiz a? Sizda ikki narsa ortiq. Biri po'chiligingiz, yana biri osh yo'g'on qo'sig'ingiz. Ondaqmı deb ketmem. Ondaqmı deb ketmem. Ne yapasınız ki seni? Kader, ne bo'ldi siz? Nima qilyapsiz? Hadi ne bo'ldi Kader? Qarg'ada dadamı kelganda qiladi. Sadir, Nadir, bu yoqqa kelinglar, bu yoqqa kelinglar. Dadamı kelganda qiladi. Meni chin tutib, chin o'ltiring. Sizlarmichu ostroq haydisizlar. Hay, bu yerning yo'llari tekshi emas. Chin tutmasangiz, yiqilib ketishingiz mumkin. Chin tuting, ha? Gördünler mi? Gördünler mi? Qaranglar, kim ketdi? Kim ketdi? Obdara qarab yiqinglar. Gördünler mi? Gördünler mi? Dadam yiqilib kelgan amal hammamiz dadida to'layli. Chatoq chiqdi. Bo'ldi. Nimadan chatoq chiqdi? Ular kim? Qarang, ko'rdingizmi? Bilmagan satchilik bu. Asta. Yana nimaga qarab turlar? Haydimanlar. Ma'qul. Voy, dadam ketib qoldi-ku. Dadam ketib qoldi. Hey, dada! To'xtab turing! To'xtab turing! Qadir! Dada! Qadir! Hey, dada! Qadir! Qayt kel! Dada, to'xtab turing! Dada, to'xtab turing! Hey, dada! Hey, dada! Qadir! Ha, nima ish? To'xta! Qadir, bu nim qilgani? O'ynaga berib o'yingiz kelsa, shu yerga bosin. Uni to'liq hijr qilma. Bo'ldi. Qadir. Sening bu nim qilganing, ha? Ayol kim o? Ben sizlarga tunishtirib qo'yay. Dadamdan keyinda o'taqan u ayol bo'lsa, sizlarning kelgusi qiynab-bog'lab bo'ladi. Gündüz her zaman çattı. Hakata bulup ahir Gözün görme taptı. Gözün görme taptı. Hey dostlar. Hey dostlar. Hey dostlar. Bahtiyar hayat kursa öyle gilgey orta. Öyle gilgey orta.
Endi biz ana to'ysa yılı hoş günü parlar. Endi biz ana to'ysa yılı hoş günü parlar. Öyle gülgey olsa Vasiyetini toy kılsa Öyle gülgey